So thank you for trusting us. O'zbekiston moliya bozorida yangi bosqichga chiqdi. Buni, sizniki? Jarima ballari bo'yicha yangi rekordchilar aniqlandi. Endi ko'p tanqidlashdi asosli. Toshkent hokimi daraxtlar kesilishi har doim ham tragediya emasligini aytdi. Navoiyda sel avtomobillarni oqizib ketdi. O'zbekistonga ham uchar taksilar olib kelinadi. Hafta davomida sodir bo'lgan shu va boshqa voqea hodisalar tafsiloti bilan Vaqt.uz dayjestida batafsil tanishing. Yakunlanayotgan haftada O'zbekiston moliya bozorida tarixiy voqea sifatida baholanayotgan yirik xalqaro IPO amalga oshirildi. O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalari London fond birjasida joylashtirilib, mamlakatning kapital bozorida yangi bosqich boshlangani qayd etildi. Marosimda Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ham ishtirok etdi. Ushbu tarixiy jarayon mamlakat moliya bozorida yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Uzbekistan arrives in London not as a frontier market wanting to be discovered. Toshkentdagi IPO jarayonida esa jami 214,6 milliard so'mlik aksiyalar sotilgan bo'lib, unda mahalliy investorlar faol ishtirok etgan. Hisob-kitoblarga ko'ra o'zbekistonliklar o'rtacha 31,5 million so'mdan aksiya xarid qilgan. Bu hafta ko'plab haydovchilarni sergaklikka tortgan va ayrimlarni tashvishga solayotgan jarima ballari tizimida 12 ballik cheklovdan oshgan yangi rekordchilar soni ochiqlandi. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lumotiga ko'ra, hozirgacha jarima ballari 12 balldan oshgan haydovchilar soni 107 nafarga yetgan. Amaldagi tartibga ko'ra, endi ushbu haydovchilar sud tartibida haydovchilik huquqidan mahrum etiladi. Huquqni qayta tiklash uchun esa ular maxsus o'quv kurslarini qayta o'qib, 50 savollik nazariy imtihondan kamida 46 ta to'g'ri javob bilan o'tishi talab qilinadi. Eslatib o'tamiz, jarima ballari tizimi 2025-yil iyundan joriy qilingan bo'lib, 2026-yil apreldan avtomatik kameralarda qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun ham ball qo'shish boshlangan. Bitta taroziga bitta daraxt olish kerak emas. O'sha xalq manfaati qattiq yuqori bo'lsa, shuni ko'rish kerak. Xudoga shukr, daraxt ekadigan joylarimiz ko'p. Ekologik muhitni yaxshilaydigan ishlarimiz turi ko'p. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov Gazeta.uzga bergan intervyusida daraxtlar kesilishi masalasiga munosabat bildirib, buni har doim ham tragediya sifatida baholash to'g'ri emasligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, zararlangan yoki jamoat loyihalari uchun zarur holatlarda daraxtlarni kesish xalq manfaati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kasallanmagan bo'lsa, u daraxt zaruratsiz kesib tashlangan bo'lsa yoki shaxsiy ehtiyojiga bog'langan bo'lsa, albatta u salbiy ma'no fikrim. Lekin zararlangan daraxt olib tashlashmi yoki biron bir bundan ham yaxshi loyihani amalga oshirish uchun sharoit yaratish ekologik yoki mana shu xalq manfaatini ko'zlangan holda qiladigan loyiha bo'ladigan bo'lsa, albatta. Hokim fikricha, bunday qarorlarda asosiy mezon jamoat manfaati bo'lib, har bir holat alohida baholanishi kerak. Shu bilan birga u ekologik muhitni yaxshilash va ko'kalamzorlashtirish ishlari davom etishini ham qayd etdi. Hokimning mazkur fikriga javoban Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi raisi maslahatchisi Rasul Kusherbayev ijtimoiy tarmoqda munosabat bildirib, Shavkat Umurzoqovning shahar hokimi sifatida faoliyatini keskin tanqid qildi. Uning qayd etishicha, poytaxtdagi ayrim qarorlar va amalga oshirilayotgan ishlar jiddiy norozilik uyg'otmoqda. Bitta daraxtda kesilishini tragediya qilish kerak emas deb aytayotgan odamni o'zini hokim bo'lib turishi haqiqiy tragediya aslida. Bugun Toshkent qonunsiz shaharga, hududga aylandi. Bugun Toshkentda xususiy mulk daxlsizligi konstitutsiyadagi kafolatlarga tupurildi. Bugun Toshkentda xalqdan yo'llar olinib, chizib qo'yilib, pulli parkovkaga aylantirildi. 21-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 100 nafar o'zbekistonlik haj ziyoratiga bepul yuborildi. Ziyoratchilarni aeroportda Prezident maslahatchisi Sardor Umurzoqov kuzatib qo'ydi. Ziyoratga yo'l olgan bu guruh uchun barcha xarajatlar va zarur anjomlar davlat tomonidan qoplangan. Ular orasida mahalla raislari, mehnat faxriylari, shifokorlar, olimlar va oddiy ishchilar ham o'rin olgan. Assalomu alaykum muftiy hazratlari. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Siz bilan butun musulmon ummati uchun
Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev 21-may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat davomida davlat rahbari Makkada bo'lib turgan barcha o'zbekistonlik hojilarni Qurbon hayiti bilan tabriklab, ularning duolari qabul bo'lishini tiladi. Yana bir marta butun hojilarga duolarda xalqimizni tinchligi, yurtimizni obodligi, yurtimizga ko'z tegmaslik uchun Yangi O'zbekistonda qilgan hamma amallarimiz iloyim xalqimizni manfaatiga xizmat qilishga duolar qilishini juda iltijo qilib prezident so'radi deb ayting. Rahmat sizga. Yakunlanayotgan hafta Navoiy va Toshkent viloyatlarida kuchli yog'ingarchiliklar ortidan sel keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda hatto avtomobillar ham suvda oqib ketganini ko'rish mumkin. Xususan, Navoiy viloyatining Xatirchi, Farmana va Nurota tumanlarining tog'li hamda tog'oldi hududlarida kuchli sel oqimlari yuzaga kelgan. Xatirchi tumanidagi vaziyat ayrim mahalliy kuzatuvchilar tomonidan 1998-yildagi og'ir sel hodisalariga qiyoslanmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sel oqimi yo'l infratuzilmasini zararlab, bir nechta avtomobillar va xonadonlarga shikast yetkazgan. Aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida Angidon, Langar, Kattasoy va Maydonsoy hududlarida soy yaqinida yashovchi fuqarolar vaqtinchalik xavfsiz joylarga ko'chirildi. Navoiy viloyatida oqibatlarni bartaraf etish ishlariga maxsus texnika va qutqaruvchilar jalb etilgan. Hozircha jiddiy jarohatlanganlar qayd etilmagan. Shuningdek, Toshkent viloyatining ayrim hududlarida ham kuchli yomg'irlar ortidan suv bosish holatlari kuzatilgan. Meteorologiyaga ko'ra, noqulay ob-havo saqlanib qolishi, ayrim joylarda chaqmoqli yomg'irlar davom etishi mumkin. Yakunlanayotgan haftada bir qator vazirlik va agentliklarning jami 23 milliard so'mlik davlat xaridlarida raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilgani ma'lum bo'ldi. Raqobat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan o'tkazilgan qiymati 9,1 milliard so'mlik 6 ta, Innovatsion rivojlanish agentligining qariyb 8 milliard so'mlik 6 ta hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 6,7 milliard so'mlik 10 ta tanlov savdosida raqobat to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilinmagan. Umumiy hisobda qariyb 23 milliard so'mlik davlat xaridlarida raqobatni cheklash ehtimoli qayd etilgan. Qo'mita maxsus komissiyasi tomonidan qonun buzilish holatlari yuzasidan ish qo'zg'atilib, mas'ullarga nisbatan ma'muriy choralar ko'rish uchun materiallar sud organlariga yuborilgan. Shuningdek, O'zbekistonda raqobatga qarshi kelishuvlar va reklama qonunchiligi buzilishi haqida ma'lumot bergan fuqarolarga moddiy rag'batlantirish taklif etilmoqda. Bu bo'yicha nizom loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ilk bor uchar taksi sinovdan o'tkazildi. Ushbu sinov Markaziy Osiyo hududidagi birinchi tajriba hisoblanadi. Elektr energiyasida ishlovchi aerotaksi soatiga 200 km tezlikka chiqadi va bir quvvatda 200 km gacha ucha oladi. U bir uchuvchi va 5 yo'lovchiga mo'ljallangan. Qurilma shovqinsiz ishlaydi va zararli gaz chiqarmaydi. Viloyat hokimi Marat Sultangaziyevning aytishicha, loyihani amalga oshirish uchun 250 million dollar sarmoya jalb qilingan. Loyiha tirbandlikni kamaytirish va sayohat vaqtini qisqartirishga xizmat qiladi. Havo taksilari uchun maxsus vertiportlar qurilmoqda. Birinchi vertiport Alatu City'da barpo etilmoqda. Xizmatni 2029-yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. Aerotaksi orqali parvoz qilish 1 kilometr uchun taxminan $1 ga tushishi mumkin, biroq yo'lovchilar ishtirokidagi parvozlar hozircha boshlanmaydi. O'zbekistonga ham uchar taksilar 2028-2030-yillarda olib kelinishi kutilmoqda. Air Tashkent va AQShning Samsung Sky kompaniyasi Switchblade rusumidagi uchar taksilarni olib kelishni rejalashtirgan. Bu transport vositalari 800 kilometrgacha ucha oladi. Bu haftada davlat ramzlari atrofidagi muhokamalar jamoatchilik diqqat markaziga chiqdi. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi raisi senator Qudratulla Rafiqov davlat gerbidagi paxta va g'alla tasvirlarini qayta ko'rib chiqish zarurligi haqida fikr bildirdi. U o'z maqolasida mazkur ramzlar mustaqillikdan keyin ham Sovet davri mafkuraviy izlarini saqlab qolganini ta'kidlab, ularni zamonaviy davlat identiligi nuqtai nazaridan qayta baholash kerakligini bildirgan. Muallif fikricha, paxta va g'alla ramzlari jamiyat haqiqiy ma'naviy siyosiy o'zligini to'liq aks ettirmaydi. Shu bilan birga maqolada davlat ramzlari va mafkuraviy meros haqidagi qarashlar tarixiy kontekstda tahlil qilinib, turli davrlardagi siyosiy va ijtimoiy yondashuvlar ham eslatib o'tilgan. Shuningdek, bu hafta paxta va g'alla yetishtirishga mo'ljallangan yerlardan foydalanish tartibi o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, qishloq xo'jaligida paxta va g'alla maydonlarining 50% 2027-yil hosildan
yilidan boshlab chorva ozuqasi ekinlari uchun ajratilishi belgilangan. Qaror doirasida chorvachilikni rivojlantirish, nasldor qoramollar ulushini oshirish hamda aholi xonadonlaridagi buzoqlar uchun subsidiyalar joriy etish ko'zda tutilgan. Hafta dayjestini bank sohasidagi yangiliklar bilan davom ettiramiz. 2026-yil 1-iyuldan boshlab Sandro Ritveladze Ipoteka Bank OTP Group boshqaruv raisi sifatida faoliyatini yakunlaydi. Bu haqda bank matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sobiq vaziri Aziz Voitov esa bank tizimiga qaytdi. U ayni paytda Hayot Bank aksiyadorlik jamiyatida maslahatchi lavozimida faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, bu hafta Infinbank bilan bog'liq shaxslar tomonidan yangi aviatsiya loyihasi yo'lga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. 7-may kuni Safo Airlines mas'uliyat cheklangan jamiyati davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Ma'lumotga ko'ra, kompaniyaning asosiy ulushi Infinbankning asosiy aksiyadori Farhod Mamajonovga tegishli. Yangi aviakompaniya ustav kapitali 2,5 milliard so'mni tashkil qiladi. Shu tariqa ortda qolgan haftaning eng muhim va yorqin voqealarini siz bilan birga yodga oldik. Agar kontentimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingilarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, like va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.